Buyuk Karl o'z davlatida yangi ma'rif tizimini yarata oldi. Qirol farmoniga ko'ra xalq maktablari joriy etiladi. Unga binoan maktablar ibodatxonalar qoshida tashkil etilib, ruhoniylarga oddiy xalq farzandlarini bepul o'qitish ham buyurilgan. Saroydagi maktabda esa Karlning yaqin do'stlari, olimlar, Saroy akademiyasi a'zolari saboq berishgan. Saroy akademiyasi antik davr mualliflari asarlarini o'rganish, she'rlar bitish bilan ham shug'ullangan. Ulardan biri tarixchi rohib Engard edi. Engard asarlaridan biz Buyuk Karl hayoti va faoliyati haqidagi muhim ma'lumotlarni olamiz. Engardni zamondoshlari ilmga chanqoqligi va tirishqoqligi tufayli mehnatsevar chumoli deb atashgan. Saroy akademiyasining yana bir a'zosi Alkuin va uning shogirdlari esa ma'rifni yoyishda katta xizmat qildi. O'rta asrlarda Vizantiya o'ziga xos yuksak madaniyati bilan Yevropaning eng ilg'or mamlakati bo'lib qoldi. Sababi German qabilalari istilosi natijasida inqirozga uchragan G'arbiy Rimdan farqliroq, Vizantiyada antik madaniyat an'analari saqlanib, vizantiyaliklar hayotida Yunon hamda Sharq madaniyatlari qorishmasi bo'lgan ellinizm muhim o'rin tutgan. Ilm-fan eng rivojlangan shahar, ya'ni fanlar onasi deb atalgan Afina shahrida Platon tomonidan Afina akademiyasiga asos solingan. Platon miloddan avvalgi 4-asrda yashab o'tgan edi. Platon asos solgan bu ilmiy maskan 1000 yildan ziyod davr mobaynida nafaqat Yunon, balki butun Sharq va G'arb olamining rivojiga kuchli ta'sir o'tkazadi. Insoniyat taraqqiyoti istiqbolini belgilab beradi. Shu bois Platon Sharq ilm-fanida ustodi avval, ya'ni birinchi muallim degan sharafli nom bilan shuhrat qozondi. Vizantiyaning iqtisodiy taraqqiyoti ehtiyojlari yangi o'quv va ilmiy markazlarni vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Masalan, Konstantinopol shahrida 9-asrdayoq Magnavr oliy maktabi, 11-asr o'rtalarida esa huquqshunoslik va falsafa fakultetlaridan iborat universitet ochiladi. Bu davrda, ya'ni 11-asrning o'rtalarida poytaxtda oliy tibbiyot maktabi ham faoliyat yuritar edi. Vizantiyada tarix, geografiya va tabiiy fanlar rivojlangan. O'rta asrda Vizantiyaga shuhrat keltirgan shishasozlik, kulolchilik, bo'yoqlar tayyorlash singari antik davrdan saqlanib kelgan sohalar rivoj topdi. 7-asrda ixtiro qilingan grek olovi Vizantiyaning dengiz janglaridagi muvaffaqiyatini ta'minlab bergan. Tarixchilar o'zlari ishtirok etgan voqealarni batafsil bayon etardi. Geograflar esa xarita va shahar chizmasini chizishardi. O'sha paytlardagi Yevropaning boshqa qismida esa hali bunday ishlar amalga oshirilmagan. Shu o'rinda ushbu ma'lumotga e'tibor qaratamiz. Grek olovi uloqtiriladigan yonuvchi modda bo'lib, uni neft, oltin gugurt, selitra, turli qatronlar aralashmasidan tayyorlashgan. Vizantiya harbiy kemalarida foydalanilgan. Vizantiya madaniyatining eng mashhur sohasi esa tasviriy san'at hisoblangan. Tasviriy san'atning mozaika, freska va ikonalar yasash sohalari bo'lgan. Yodingizda bo'lsa, qadimgi Rim imperiyasi hududida ham bu sohalar taraqqiy etgan edi. Mozaika so'zi fransuzcha muzalarga bag'ishlangan degan ma'noni bildirib, bir xil yoki turli xil xomashyo bo'laklaridan ishlangan tasvir, ya'ni naqshinkor mahobatli bezak san'atining asosiy turlaridan biridir. Mozaikani koshinlar, tosh, yog'och va marmar, metal kabi bo'laklardan tayyorlash mumkin bo'lgan. Tasvirning Vizantiyaga xos uslubi deyilganda, suratlar uyg'unligi, bo'yoqlar serjiloligi nazarda tutiladi. Rassomlar cherkov qonunlari talablari doirasidan kelib chiqib, mavhum emas, balki jonli tasvirlarni tasvirlashga intilgan. Xori monastiri mozaika va freskalari bilan o'z davrining ajoyib me'morchilik yodgorliklaridan biri hisoblanadi.
Bu monastir bugungi kunda Turkiyaning Istanbul shahridagi Qahriya masjidi hisoblanadi. Yustinian I davrida Konstantinopolda barpo etilgan Avliyo Sofiya ibodatxonasi esa hech shubhasiz ilk o'rta asrlarning eng mahobatli me'morchilik inshooti deb atash mumkin. Xuddi shu nom bilan atalgan Avliyo Sofiya ibodatxonasini Vladimir davrida Kiyev Rusida ham ko'rish mumkin. Shu o'rinda eslab ketamiz, qadimgi dunyo tarixidagi ulug'vorlik ramzi sifatida saqlanib qolgan inshoot Kolizey edi. O'rta asrlarning eng mahobatli inshooti esa Konstantinopoldagi Avliyo Sofiya ibodatxonasi. Ibodatxonada ulkan gumbaz bo'lib, 40 ta deraza gulchambari bilan qurshalgan edi. Turli xil toshlar va oyna parchalaridan yasalgan juda ajoyib mozaikalar ibodatxona devorlarini bezagan. 10-11 asrlarda to'g'ri burchakli ibodatxonalar o'rniga ko'rinishidan xoch sifat, o'rtasi xoch gumbazli ibodatxonalar barpo etila boshlagan. Ibodatxonalar bir vaqtda osoyishtalik va Xudoning dargohi hisoblangan. Ibodatxonalarni bezashda cherkov qonunlariga qat'iy rioya qilingan. Iso payg'ambar, Bibi Maryam, avliyo va Bibliya manzaralari tasvirlangan. Xristian diniga oid san'atning maqsadi o'lgandan keyin jannatning rohat farog'atiga qanday erishish yo'l-yo'riqlarini dindorlarga targ'ib qilishdan iborat edi. O'rta asr Yevropasining asosiy madaniyat tarqatuvchisi bo'lgan Vizantiya ustalari, musavvirlari, me'morlari boshqa mamlakatlarga taklif etib turilgan. Shuningdek, ustalar va olimlar qo'lida Yevropa yoshlari tahsil olgan. G'arbiy Yevropada ham ilk o'rta asrlarda ibodatxonalar, monastirlar qurilishiga alohida e'tibor qaratilgan. Me'morchilikda bu davrda roman uslubi ayniqsa yuksalib, unda ibodatxonalar ulkan, salobatli devorlari, gumbazlari, qalin ustunlari, katta bo'lmagan derazalari, darvoza va eshiklari arkali qilib qurilganligi bilan ajralib turardi. Roman uslubida qurilgan bunday eng mashhur binolar qatoriga Fransiyadagi Poitiers, Cluny, Arles ibodatxonalari, Germaniyadagi Speyer, Worms, Mainz, Aachendagi cherkovlarni ham misol qilib kiritishimiz mumkin. G'arbiy Yevropada ilk o'rta asrlar madaniyati xristian cherkovi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Cherkov ilm, ma'rif, adabiyot va san'atga bevosita ta'sir o'tkazgan. Shuning uchun kishilarning dunyo haqidagi tasavvurlari cherkov hamda din ta'limotiga asoslangan edi. Boshqa mamlakatlar haqidagi ma'lumotlar yetarli bo'lmaganidan aholi orasida turli uydirmalar ko'p bo'lgan. Fan texnika taraqqiyotining pastligi insonlarning qurg'oqchilik, suv toshqinlari va yuqumli kasalliklardan jabrlanishiga olib kelgan. Zarurat bo'lmaganidan faqat dehqonlar emas, hatto feodallar orasida ham savodli kishilar kam edi. Ritsarlar imzo o'rniga ko'pincha 2 chiziq tortib qo'yishgan, chunki ular yozishni bilishmagan. Ibodatxona va monastirlar qoshidagi boshlang'ich maktablar quyi martabali ruhoniylarni tayyorlagan. Bu kabi maktablarda lotin tilidan tashqari ibodat qilish, duolar o'qish tartiblari ham o'rgatilgan. Faqatgina katta ibodatxonalar qoshida tashkil etilgan o'rta maktablarda esa dunyoviy ilmlar ham o'rgatilgan. Buyuk Karl davlatida keng tarqalgan mana shu turdagi maktablar asrlar o'tib universitetlar ochilishi uchun asos bo'lib xizmat qildi. Ibodatxona maktablarida bolalar yoshiga qarab sinflarga bo'linmagan, aralash holda o'qitilgan. Ko'pincha maktablarda bor yo'g'i bittagina kitob bo'lganligidan o'qituvchi uni navbat bilan bolalarga berib, parchalar o'qitgan. Darslar esa lotin tilida olib borilgan. O'quvchilarning qiziqishi esa deyarli hisobga olinmagan. Intizomsiz o'quvchilar juda qattiq jazolangan. Maktablarda antik davrdan mavjud 7 erkin san'at deb nomlangan fanlar o'rgatilgan. O'quvchilar dastlab triviumni o'zlashtirgan. Triviumda 3 ta fan: grammatika, dialektika, ritorika o'rgatilgan. Shuning uchun ham ular trivium deb atalgan.
Nisbatan murakkab fanlar tarkibi esa kvadrium deyilgan. Kvadriumda arifmetika, geometriya, musiqa va astronomiya asoslari o'rgatilgan. Astronomiyaga o'rta asrlarda mashhur bo'lgan astrologiya, ya'ni munajjimlikka oid ma'lumotlar ham kiritilgan. Munajjimlar sayyora va yulduzlarga qarab odamlar taqdirini aytib berishga harakat qilgan. Grammatika bu tilshunoslik ilmi bo'lib, bolalarni o'qishga o'rgatgan. Dialektika esa hozirgi mantiqqa o'xshash fan bo'lib, unda o'quvchilar asosan munozara olib borishga, o'z fikrlarini isbotlashga o'rgatilgan. Ritorika, she'r, badiiy asarlar yozishni, notiqlik san'ati, huquq asoslarini o'rgatgan. Yirik monastirlarda rohib xattotlar ishlaydigan ustaxonalar bo'lgan va bunday ustaxonalar skriptoriyalar deb atalgan. Ilk o'rta asrlarda kitob kamyob va qimmatbaho buyum hisoblangan. Yevropada ular pergament, ya'ni maxsus ishlov berilgan terilarga bitilgan. Varaqlar pishiq iplar bilan tikilib, yog'ochdan yasalgan va teri tortilgan muqovalarda saqlangan. Ba'zida muqovalar qimmatbaho tosh, metallar bilan bezatilgan. 12-asrga qadar kitoblar monastirlar, kutubxonalarida saqlangan. Ko'pchilik slavyanlar, shu jumladan Kiyev Rusi aholisi ham Vizantiyadan xristianlikning pravoslav mazhabini qabul qilgan. Yangi dinning joriy etilishi esa diniy kitoblarga ehtiyoj tug'dirib, slavyanlar yozuvining yaratilishiga turtki bo'ldi. Shu tariqa rohib olimlar Kirill va Mefodiylar tomonidan 9-asrning o'rtalariga kelganda Yunon alifbosi asosida slavyan yozuvi yaratildi. Yodingizda bo'lsa, Yunon alifbosi 8-asrda Finikiya alifbosi asosida yaratilgan edi. Slavyanlar Yunon tilidagi diniy asarlarni keyinchalik kirillitsa deb nom olgan yozuv orqali slavyan tiliga tarjima qilishgan. Ushbu yozuv Bolgariyadagi rus yerlarigacha tarqalgan. Yaroslav davrida Kiyev Rusida ma'orif, ya'ni ilm-fan yuksaldi. Vladimir davrida Kiyevda xristianlikning ruhoniylar tayyorlaydigan oliy o'quv yurtlari tashkil etilgan bo'lsa, Yaroslav davriga kelib, Novgorodda 300 ta ruhoniy tayyorlaydigan bilim yurti ochiladi. Knyaz davrida avval Kiyevda, so'ng Novgorodda ham yilnomalar tuzila boshlaydi.